Inshaalloh Xudo xohlasa, bu yog'iga kontentlarim faqat ibratli videolardan iborat bo'ladi. Har qanday ibratli profilimdan topishingiz kerak bo'ladi. Xolos, topaverasiz, har qanday ibratli videolar mani profilimda, blogimda bo'ladi. Insonlarga foydasi tegadigan kontentlar olishga harakat qilaman. Xolos, qiziqarli videolar olaman. Xolos, har bitta insonga foydasi tegadi. Shunda ham bilmadim, balki negativ yozarsizlar, balki shunda ham mani videolarimni yomon ko'rib yozarsizlar. Lekin menga bu videolar quvonch bag'ishlaydi. Yangi olmoqchi bo'lgan videolarim o'zimga quvonch bag'ishlaydi. O'zim bu olayotgan videolarimdan zavqlanaman. Shuning uchun ham mayli, yangi olayotgan videolarimga negativ fikr bildiringlar, xohlasanglar, xohlamasanglar, meni qo'llab-quvvatlab turinglar. Bu yog'i bilan to'g'risi ishim yo'q. Faqatgina men o'zim quvonchga to'laman. O'zim xohlagan yo'nalishda video olib, shuning uchun o'zimni yo'nalishimda davom ettirmoqchiman. Xo'sh, qanaqa yo'nalish ekan? Kim topdi? Kommentariyaga yozib ketinglar agar topgan bo'lsalaring, qanaqa yo'nalishlar deb o'ylayapsizlar. Albatta, lekin profilimda ibratli videolar bu yog'iga juda ham ko'p joylab boraman. Albatta ibratli videolar bo'ladi. Bundan tashqari shu give me'lar ham bo'ladi. Ya'ni give me shu kiyinish, har xil kiyimlar bo'yicha ham bo'lishi mumkin. Agar joylasam, bo'lmasa ko'proq ibratli videolar joylayman. Sizlarga ibrat bo'ladigan zo'r kontentlarni qo'ldan kelgancha joylab beraman. Xolos. Chunki bu yo'lga endi o'zim xohlagandek kontentlarni olib davom ettiraman. Meni kuzatib boringlar. Agar sizlarga profilimdagi videolarim qiziq bo'layotgan bo'lsa, agar qiziq bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol meni bloklab ham tashlashingiz mumkin, agar meni videolarim sizlarga yoqmayotgan bo'lsa. Lekin men aytib hali ham o'sha sho'x shaddod qizchaman. To'g'risi, videolarim orqali meni ko'pchilik yomon deb o'ylaydi, chunki videolarda har xil kontentlar olganman, har xil videolar chiqarganman. U videolarim orqali meni ko'plar yomon ko'rib bo'lgan. Lekin ochiq-sochiq kiymaganman-ku, endi har xil bachkani deb o'ylashlari mumkin. Juda ham rasvo qiz ekan bu deyishlari mumkin, chunki endi har bitta videoni boshqalarga o'xshatib o'shalarga taqqoslab, men ham olib joylab qo'yganman. Xuddi o'shalarga sal undan boshqacharoq kontentlar qilib, har xil yo'nalishlarda qilib olib ko'rganman, lekin bular menga baxt, quvonch olib kelmayapti. Shuning uchun ham o'zim baxt, quvonch olib keladigan yo'nalishimda inshaalloh Xudo xohlasa bu yog'ini davom ettiraman. Tez kunda shu 1-2 kun ichida montaj ishlarini tugatib olsam, videolarni yangicha yo'nalishimda joylab qo'yaman. Kuzatib boringlar. Albatta ibratli videolar bo'ladi.